Salom mening eng yaqinlarim. Agar bu xat sizlarning qo'lingizga tushgan bo'lsa, demak men endi orangizda yo'qman. Meni kechiringlar. O'g'lim, men seni orzularingga qarshi chiqdim. Seni himoya qilyapman deb o'yladim, ammo aslida seni tushunishga harakat ham qilmagan ekanman. Mendan ranjima. Qizim, sen sevgan insonni rad etganim uchun meni kechir. Men seni yo'qotib qo'yishdan qo'rqdim, lekin aynan shu qo'rquv seni baxtingdan uzoqlashtirib qo'ydi. Aziz ayolim, yillar davomida yonimda bo'lding, lekin men seni borligingga o'rganib qolib qadrlashni unutdim. Seni jim turib ichingga yutgan og'riqlaringni endi tushunyapman. Mendan qolgan meros katta emas. Uy ayolimga, mashina o'g'limga, tilla taqinchoqlar qizimga. Ammo sizlarga qoldirayotgan eng katta merosim mana shu vidolashuv xatidir. Uni asrab avaylang. Alvido, oilam. Ishqil vaziyat yozib ketganmikinlar? Bilmayman. Senga deb aytuvdilar, uy meniki. Nega seniki bo'ladi? Uy meniki, men xotinlarman u. Men bitta o'g'ilman, menga tashlab ketgandirlar. Sen o'g'il bo'lib nima ish qilib qo'yding? Nima deganingizmi? Qadamga sovutib bering menga. Yo, charchaking. Meniki ishingizmi? Qanaqa? Ada yo'q.